Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qalaysizlar, zo'rmisizlar, tinch omonmisizlar? O'g'ilsizlar, ekspert.uz. Bugun albatta, sizlar bilan chiroyli o'yinlarga, chiroyli kuponlar tuzishga harakat qilamiz. Albatta, sizlarga maksimal podishkalar kerak bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'ysizlar, kanalga yangi bo'lsanglar do'stlar, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish hech chiqmasin. Chunki chiroyli videolarni o'tkazib olmasdan joy-joyda tomosha qilib borishga harakat qilasizlar o'shanda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. O'g'illar, albatta bugun ham chiroyli o'yinlar bor. Ko'rishingiz mumkin, Real Madrid o'ynaydi bugun, Napoli, PSG taniqli jamoalardan va yana bir qancha jamoalarning o'yini bor. Ular ham qiziqarli o'yin ko'rsatadigan jamoa albatta. O'sha jamoalarga 4 yoki 5 koeffitsient kupon tuzishga harakat qilamiz. Kuponni koeffitsiyentiga ko'p ahamiyat qilmaymiz. Katta koeffitsiyentga ishonib qoladiganlar katta koeffitsient kupon aldiydi. Bu qolishi mumkin, ora-orada bitta o'tib qoladi 100%. Men buni o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. O'shaning uchun 3, 4, 5 koeffitsiyentni normalniy yig'ingizlar, o'sha 5 koeffitsiyentga 100 ming urib qo'ysanglar ham 500 ming pul qaytadi. Stabilniy kuniga 400 ming pul topsanglar bo'ladi o'shanda ham. 400 ming pul bu hozirgi sharoitda yomon emas. Kuniga 400 ming. Uyda o'tirgan holda topsangiz bu zo'r natija. Albatta bu hammaga maslahat bermayman, u tushunadiganlar biladi buni. Agar kimga videomiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin sizlarga. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bugun kuponlarni tuzishdan oldin kechagi o'yinlarni tahlilini qilib o'tamiz sizlarga kuponlarimizni. Kecha Adin Expertda o'ynaganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kecha ikkita kupon tuzganman. 5-mart. Ko'rishingiz mumkin, 4 ta kupon men adashdim. 4 ta kupon, ikkitasi o'tdi, ikkitasi o'tmay qoldi. 3 koeffitsiyentli kuponimdan ikkitasi o'tdi. 4,5 koeffitsiyentlik bittasi o'tmay qoldi, 2-4 koeffitsiyentlik bittasi o'tmay qoldi. Endi birinchisilarga o'tganlarni ko'rsataman, keyin o'tmay qolganlarni. Xo'p. 3 koeffitsiyentlik kuponimiz $500 bilan $1500 qaytdi. Ya'ni $1000 sof foyda, ya'ni 12 million. Xo'p, keyin 3-15 koeffitsiyentlik kuponimizga $65, $204 qaytdi, ya'ni $150 почти sof foyda. Xo'p, endi o'tmay qolgan kuponlarimiz. 2-4 koeffitsient kuponimiz. Matchning dastlabki 5 daqiqasida nima bo'ladi, burchak to'pi yo'q deb olganman. Lion va Lens o'ynadi. Mana shu bitta kupon chiqib bo'ldi, shuni hisobiga ikkala kuponim o'tmay qoldi. Endi hozir keyin kuponni ko'rsataman. Mana bitta qilgan xatoyim shu bo'ldiki, mana shu Lion va Lens o'yinida ikkalasini ham 5 daqiqasida burchak to'pi bo'lmaydi deb olganim xatoyim bo'ldi. Chunki mana bu kuponlarim hammasi o'tdi. Bitta mana shu matchning 5-daqiqasida burchak to'p bo'lib qolgani uchun bu kuponim ham kuydi. Bitta adashib bilmay qo'yganman buni, bilmasdan olib qo'ydim. Keyin qarasam ikkalasi уже bitta jamoani olib qo'ygan ekanman. No risk yo'q. Baribir foydadan chiqdik. Qaranglar, endi kechagi rasodlarni hisoblaydigan bo'lsak, $130, keyin 500 bu yerda $75. Ikkalasini qo'ysak $200 rasod qilganmiz. Endi foydani hisoblaymiz. $65 dan $150, почти $150 sof foyda qilganmiz. $500 dan $1000. Ikkalasini qo'shsak почти $1200. Bu degani 15 million. Stabilniy 15 million sof foyda bo'lgan kechaning o'zida. Undan oldingi o'yinlarni ko'radigan bo'lsak, undan oldin qaysi kontorada o'ynadim? Undan oldin 3-mart kuni o'ynaganman mana. 3-mart kuni 3-2 koeffitsient 2800 dan 9224.642 so'm o'tgan bu. 3 ta jamoadan 3-2 koeffitsient. Bu ham zo'r bo'ldi. 1-mart kuni 604 koeffitsiyentdan bitta jamoa chiqib qo'ydi. Undan oldin bu yerda Faspari'ni ko'radigan bo'lsak, Faspari bugun ham bunga kupon tuzib qo'yganman. 2-mart kuni Fasparida 8 koeffitsient kuponimiz o'tdi. 500 ming bilan 2 million 400 qaytdi. 1-mart kuni 802 koeffitsient kuponimiz o'tdi. Ya'ni 2 million 500 ming bilan 20 million 543 ming sof foyda bo'ldi. Ya'ni bomba bo'ldi. Bugun ham albatta ikkita kamida Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Bu kuponlarning hammasini Telegram kanaldan olib olsanglar bo'ladi. Qayerda olaman desanglar, Telegram kanaldan topasizlar. Telegram kanaliga o'tish uchun albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lasizlar va YouTube kanalimizda mana Telegram kanalimiz silkasi qo'yilgan, ustiga bitta bosinglar, Telegram kanalini o'ziga olib o'tib qo'yadi sizlarni. Bemalol Telegram kanalida mana shunaqa kuponlarni esdan chiqarmanglar deganlar. Shunaqa kuponlar, mana shunaqa kuponlar hammasi Telegram kanalida tekin. Obunachilarim uchun tekin. Bemalol o'tib, qiziq bo'lsa, ma'qul kelsa, terib olib stavka qilsanglar bo'ladi o'g'il. Hech kimni majburlamaymiz. Kimga son, kimga sifat. Bizga bo'lsa sifat muhim, soni muhim emas. 3 koeffitsiyentli kupon bo'lsin, 100% o'tadigan bo'lsin. O'shaning uchun kim qanaqa kupon xohlasa, bemalol o'zi qidirib topib, kerakli kanalga obuna bo'lib, kerakli joyda kuponlarni terib olib, bemalol balans ko'tarsanglar bo'ladi. Albatta men Telegram kanalimda obunachilarim foydasi uchun ishlayman 100%. Bu gapga javob.
Telegram kanalimga o'tsanglar, buni isboti bilan tashlab qo'yganman Telegram kanalda. Hamma narsa isboti bilan bor. Xo'p, bo'lmasam bugun ultra pari kontorasiga kupon tuzamiz. Ultra pariga tuzmaymiz bugun. Yaxshisi Adin Expert ga tuzib qo'yamiz. Adin Expert bugungi o'yinlarni ko'radigan bo'lsak, birinchi o'yinimiz Bavariya va Borussiya. Bularni o'yinidan olamiz. Qani statistikasini ko'rib olamiz birinchi. Bularni o'yinida albatta gol bo'lgan, hammasida necha bilan yakunlanmagan oxirgi o'yinlarni kelgan bo'lsak va biz bu o'yinlarda olamiz. Birinchi taymda olamiz. Birning individual totalini olamiz. Ya'ni Bavariya individual totali 2 dan oz, ya'ni 2 ta gol ura olmaydi. Agar 2 ta gol ursa ham kupon yutkazilmaydi. Pul qaytadi. Qaytuv bo'ladi. Agar 3 ta gol ursa, kuponimiz kuyadi. Bavariya birinchi taymda 3 ta gol urishi menimcha qiyin. Xo'p. Oldik bitta jamoa. Keyin Wolfsburg bilan ertangi o'yinlar bo'lib ketibdi o'sha bu yerda. Bizga kerak bo'lgan o'yinlar Napoliga olamizmi? Napoli o'yini olamiz. Napoli bularning statistikasini ko'rgan bo'lsak, bularning statistikasi ham yomon emas. Bularning o'yinidan qo'shaloq imkoniyatiga olib qo'yamiz. Ya'ni ikkala jamoadan bittasi yutsa ham kuponimiz o'tadi. Como ertaga o'ynaydi, bular ertangi o'yinlarga bo'ladi. Real Madrid va Celta. Bu o'yinda albatta ikkala jamoa ham kuchli. Celta o'zini uyida o'ynaydi. Albatta Real Madrid bitta gol urishi kerak o'yinda. Celta ham albatta gol uradi menimcha. Ikkala jamoa gol uradisiga olamiz. 2.7 koeffitsient. Oxirida kuponimiz qanday holat o'tishini tushuntirib o'taman sizlarga. Keyin mana bu PSG o'yiniga olamiz. Birinchining natija totalini olamiz bu yerda 100%. Chunki PSG yutkazmaydi. Menimcha o'zini uyida o'ynab yutkazmasa kerak. Birinchi natija total, birning ikkisi total ko'p 1.5 dan, ya'ni o'yin mobaynida 1.5-2 ta gol bo'ladi. PSG yutkazmaydi. Kuponimiz 3 bo'ldi. Yana bitta komanda olamiz. Qaysi komandani olsak bo'ladi? Famalinko, Arabko. Yo'q, qanchadan o'tirganini olamiz. Bu o'yinda total olamiz. Bu o'yinda ancha oxirgi gollarni keladigan bo'lsak, почти hammasida 2 tadan gol bo'lgan. Va bu o'yindan ham olamiz. Total 2 dan ko'p deb olamiz. Yoki 1.5 dan ko'p deb olamiz. Nima deb olamiz? 3 gol yo'q, 3.5 yo'q. O'sha 4 golga 1.14 koeffitsient berib qo'ygan. Lutchi 2 tadan gol ko'p deb olamiz. Ya'ni 2 ta gol bo'lsa kuponimiz kuymaydi. Xo'p, endi ko'rdinglar deganlar. Uncha katta komandalarga katta stavka qo'ymadik. Kerakli joylardan oldik. Tak, birinchi Bavariya va Borussiya. Birinchi taymda birning individual totali 2 dan oz. O'yin birinchi taymda Bavariya 2 ta gol ursa kuponimiz qaytuv bo'ladi, 3 ta gol ursa kuponimiz kuyadi. Napoli va Torino. Asosiy o'yin qo'shaloq imkoniyat. Asosiy o'yinda 90 daqiqagacha ikkala jamoadan bittasi yutsa kuponimiz o'tadi. Celta va Real Madrid. Bu o'yinda asosiy o'yinda 90 daqiqada, o'sha 90 daqiqada ikkala jamoa gol ursa kuponimiz o'tadi. PSG va AS Monaco. Asosiy o'yin. Birinchi natija total 1ning ikkisi, ya'ni total ko'p 1.5 dan xali bo'lganmiz. Bu degani PSG yutkazmaydi, o'yin mobaynida 2 ta gol bo'ladi. Heracles Almelo va Utrecht. Bu o'yinda asosiy o'yinda total 2 dan ko'p deb olganmiz. Ya'ni 2 ta gol bo'lsa kuponimiz o'tadi ham, kuymaydi ham. 2 ta golni o'zi bilan qolsa qaytuv bo'ladi. Agar 3 ta gol bo'lsa kupon o'tadi. Xo'p, bo'lmasam deganlar, bu kuponimizga $1150 maksimum tikishga ruxsat berilgan va biz bu o'yinda $100 tikib qo'yamiz. $100 tiksak $462 bo'lib qaytib kelar ekan. Xo'p, sizlarga birinchi kupon kodini ko'rsatishim kerak. Kupon kodini ko'rib olishinglar mumkin deganlar. Mana shu kupon kodi bilan yuklab olasizlar kuponni, agar kimga ma'qul bo'lsa, va yoqmagan joylarini o'zgartirib olib, stavka qilib, albatta balans ko'tarib olsanglar bo'ladi deganlar. Kupon kodini ko'rib oldingiz degan umiddaman. Mana shu kupon kodi bilan yuklab olsanglar bo'ladi. Bo'lmasam bizga garon tikamiz, $100 tikdik. Bu o'yindan bizga ehtimoliy YouTube, ya'ni koeffitsient kuponlarimiz o'tsa, $461 qaytadi. Ya'ni 4.6 koeffitsient. Xo'p deganlar, mana ko'rdinglar, kuponni yasadik. Bo'lmasam hammaga omad, kerakli joylarni terib olasiz degan umiddaman. Deganlar, hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.